O'qituvchilar, doktorlarni yoshi ulug'ini ham pensiya olish, ham oylik olish haqida qo'ygan videomga 1,5 million odam qo'llab-quvvatlabdi. 2 mingta odam bizning yoshimizga kirma debdilar. Nasib deyman, agar yetkazmasa shukr qilaman. Tepada bitta jon qarzim bor. Lekin O'zbekistonimizning rivojlanishiga yoshlarga ishonch bildirishimiz kerak, imkon berishimiz kerak yoshlarga. Yoshlar harakat qilsin. Böyle eski metodikalar zamoni qolib ketdi, pensiyalar zamoni. Hozir robotlar, kompyuterlar, lazerlar zamoniga o'tib ketdik. Yoshlarga beraylik, harakat qilsin. Hamma sohaga, hamma bitta o'qituvchi, doktorga emas, hamma sohaga. Ya'ni yozishibdi, hozirgi yoshlar to'poy deb. Hozirgi yoshlar to'poy bo'lsa, sizlar o'quvchilaringiz, sizlar chiqargansizlar shularni. Yoshlar uddalaydi. Biz ularga ishonishimiz kerak. Yangi O'zbekistonimiz rivojlansin, prezidentimizga yordam beraylik. Yana nogironlik nima degani? Men shunga tushuntiringlar. Nogironga chiqib olganda yana o'qituvchi bo'lib, yana qaysidir sohalarda ishlaydi. Nogironlik o'zi nima degani? Nafaqa o'zi nima degani? Nafaqa bu dam olish degani. Men dadaman, masalan, vrachlar. Lekin mana ishlaydilar. Men o'zimni o'ylaganim yo'q. Men yurtimning kelajagini o'ylayman. Yoshlar